Hammaga assalomu alaykum, hurmatli sezdirnatish patolog YouTube kanali obunachilar, sizlar bilan go'shtdan bag'ayatda xursandman. Hurmatli obunachilar, bugun sizlar bilan ilishamiz, ilish garajdamiz. Bu yerda bizning 2 dona egizak patologlarimiz kutib turibdi. Hurmatli obunachilar, hozir ish jarayonlarini boshlab oldik. Xudo xolasa, keyin esa rezultatni tanishtirib o'taman sizlar bilan. Agarda sizlar ham shuncha sirlanatish patologga kerak bo'lsa, bemalol pastga raqamlarga murojaat etishlaringiz mumkin. Keyingi videolarimizni o'tib bo'lmasligi uchun albatta obuna bo'ling. Hozirgi videoga like bosib, kommentariy yozishni unutmang. Qani, biz boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ishimiz banihoyat yakunlandi. Rezultat endi 2 dona egizak patologlarimizni cho'tga deb bitirib berdik. Hurmatli obunachilar, ishimizni sifatini o'zingiz baho berishlaringiz mumkin. Niyat etganlar bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat etsanglar bo'ladi. Bu natijamizni biz kvadratlarni 100 ming so'mda ishlab berdik. Birinchi sort materiallardan hammasi, ikkinchi sort, uchinchi sortamiz, hammasi birinchi sort materiallardan. 5 yil garantiya to'lovini yozib berganmiz, hurmatli obunachilar. Yani aytganimdek, niyat etganlar bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat etsanglar bo'ladi. Kanalga obuna bo'l, videolarimizga like bosib, kommentariy yozib, podpishka bo'lib turishni unutmanglar. Keyingi videolarda görüşünce xayr.